ikkita uchta kasbga doir vakansiyalarni, Ausbildung vakansiyalarni olib saytdan ko'rsatib sizlarga hammasini tushuntiraman. Eng asosiysi o'zbeklar aldanmasin, borib deb firmaga, konsalting bilmadim bir kompaniyalarga 2-3 minglab dollar pul berib yotmasin. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoga va YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu meni kanalimdagi birinchi katta video va bugungi videoda sizlar bilan Ausbildung haqida, Germaniyaga kelishning eng arzon va oson, talablari esa minimal bo'lgan yo'llardan birini ko'rib chiqamiz. Shu joyda o'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam, ismim Sardor, 6 yildan beri Germaniyada yashayman. Davaso kompaniyasida software engineer, ya'ni dasturchi bo'lib ishlayman va o'zimni Telegram, Instagram, YouTube kanallarimda Germaniya haqida, Germaniyadagi hayot, bu yerda ishlash, kelish yo'llari haqida videolar qo'yib, ma'lumotlar berib boraman. Videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar, kommentariyada yana nimalar haqida video qilishimni xohlasanglar, bemalol yozib qoldiringlar mumkin. Bu ish topish, o'qish, yashash, rezyumelar, har xil hujjat ishlari, viza olishlar bo'yicha xohlagan narsani so'rashinglar mumkin. Men bu narsalarni bitta ro'yxat qilib olamanda, ketma-ket sekin videolarni chiqazaveraman. Bunaqa videolar qilishdan maqsad albatta shu, o'zimiz o'zbeklar Germaniyaga o'zi kelishni o'rgansin, Germaniyaga kelishni yo'llari, variantlari juda ham ko'p, o'qish bilan, ish bilan. Bu hali Ausbildung haqidagi video bu boshlanishi, keyinchalik ishga kelish, universitetga o'qishga kelish, til kurslari, Oper degan dasturlar bor. Ular haqida ham video qilaman. Eng asosiysi o'zbeklar aldanmasin, borib deb firmaga, konsalting bilmadim bir kompaniyalarga 2-3 minglab dollar pul berib yotmasin. O'zi qilsin shuni degan maqsadda bu videolar qilinyapti. Hammasini ketma-ket tushuntirib o'rgatib boraman. Shuning uchun kuzatishda davom etinglar. Sizlardan qo'llab-quvvatlash, mendan esa videolar. Bugungi videoda sizlar bilan Ausbildung nima, qancha pul topish mumkin, uni talablari qanday, qiyinchiliklari qanday, barchasini ko'rib chiqamiz va video oxirida men 2-3 ta kasbga doir vakansiyalarni, Ausbildung vakansiyalarni olib saytdan ko'rsatib sizlarga hammasini tushuntiraman. YouTube kanalimdan tashqari Telegram va Instagram sahifalarimga ham albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Men YouTube'ga odatda haftada bir marta, balki 2 haftada bir marta video chiqarishim mumkin, chunki videolar katta bo'ladi, lekin Instagram va Telegramda har kuni kunlik videolar, Germaniyaga kelish yo'llari, nimalarga xato qilmaslik kerak, nimalarni to'g'ri qilish kerak, har xil hujjat, hammasini tushuntirib boraman. U yoqda ko'proq aktiv bo'laman. Kanallarimning, sahifalarimning linklari video ostida bo'ladi. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Ausbildung nima? Bu Germaniyada kasb va hunar o'rganish uchun yo'naltirilgan yoki mo'ljallangan bir ta'lim turi, yo'nalishi. Ya'ni biz O'zbekistondagi kollejlar bilan bir xil narsa. To'g'rirog'i O'zbekiston bu kollej sistemasini Germaniyadan ko'chirgan. Shunchaki bizda sanoat, biznes, iqtisod yaxshi bo'lmagani uchun bu narsa yurmagan. Juda ham ko'pchilik kollej diplomini olgan, lekin ishsiz qolgan. Germaniyada bu narsa juda ham zo'r ishlaydi bu sistema. Ya'ni kimdir universitet o'qishni xohlamasa, lekin baribir kasb hunar egallamoqchi bo'lsa, Ausbildung qiladi va Ausbildung 3 yil, 3,5 yil davom etadi. Bu odatda kasb o'rganish uchun mo'ljallangan ta'lim turi. Ya'ni siz elektriklik, mashina haydashga, avtobus haydashga, hamshiralikka deylik, yana nima, mana poyezd, lokomotiv haydashlarga ham Ausbildung qilishingiz mumkin. Bu universitetdan farq qiladi. Magistratura bo'lmaydi. Ko'pchilik Ausbildungda bor magistratura qilsam bo'ladimi deydi. Yo'q, bu oddiy kollej o'qish. Ausbildung paytida siz haftada 2 kun, 1 kun, 2 kun kollejga borasiz. Teoriya, nazariy darslar bo'ladi. Qolgan 2-3 kunida borib turib o'zingiz kasbingiz bo'yicha biron firmada ishlaysiz. Shuning uchun Ausbildung qidirayotganda o'sha firmada birinchi firma joyi topiladi o'sha Ausbildung qilish uchun. Yoki bu qilish tizimi haftalar bo'yicha ham mumkin. Masalan, 1 hafta, 2 hafta kollejga borasiz, 2 hafta, 3 hafta ishxonaga borib ishlaysiz. Ana shuning uchun siz boyaga 2 hafta, 3 hafta borib ishlaganingiz uchun sizga boyaga ishxona pul to'laydi, oylik to'laydi. Odatda birinchi yili 1000-1200 yevrodan boshlanadi hozirgi 26-yil holatiga. Kasbga qarab, firmaga qarab, joyga qarab bu farq qiladi. Ba'zi masalan qimmat shaharlarda, Berlin, Myunxenga o'xshagan, u yerda yashash qimmat bo'lgani uchun siz oladigan o'sha 1000 yevro, 1200 yevro siz yashashingizga yetmasa, yashash joyiga, proyezdnoylarga, har xil maydonchada yordamlar ham qilishi mumkin kompaniya. Chunki agar shu yordamni bermasa, hech kim u yerda Ausbildung qilmaydi. Endi Ausbildung va universitetning farqi nimada? Ausbildung bu oddiy kollej dedik, universitet bu oliy ta'lim. Farqi, ba'zi bir sohalarda siz Ausbildung qila olmaysiz. Masalan, xirurg bo'lishga, yurist bo'lishga yoki shunaqa bir albatta universitet o'qish kerak bo'lgan sohalarga Ausbildung qilib bo'lmaydi. Va Ausbildungni bitirgan va universitetni bitirgan odamning farqi, Ausbildungni bitirganlar odatda tezroq ish topadi, chunki u 3 yil davomida o'sha joyda ishlaydi va 80-90% holatda o'sha firma u ishchini olib qoladi, chunki ularga kadr kerak bo'lgani uchun uni Ausbildung qilib, xuddi bir shogirdday qilib uni o'sha joyga tayyorlashadi. Shuning uchun ham ularda praktik ko'nikmalar, tajriba bo'lgani uchun ishni tezroq topishadi. Universitetdagilar bo'lsa, ozgina qiynalsa ham, lekin kelajakda karyera o'sishida farq qiladi.
Deylik mana qurilish sohasini bitirgan Ausbildungchi va qurilish sohasini bitirgan universitet talabasini olsak, qurilish sohasini bitirgan Ausbildungchi u bir deylik gipsokarton qoqish bilan yoki oyna eshik o'rnatadi yoki bir отопление o'rnatadi, ma'lum bir yo'nalishni olib bitirgan bo'ladi va odatda umr bo'yi shu bilan shug'ullanadi. Mana отопление o'rnatsa faqat отопление o'rnatadi. Elektrik bo'lsa shu kabel tortib ulash, elektrika bilan shug'ullanadi. Universitetda bitirgan odam esa karyerasini boshlanishida shu qora ishlar bilan shug'ullansa ham, deylik отопление o'rnatib, kabel tortib yursa ham, keyinchalik unda bo'lim boshlig'i bo'lish, butun bir zdaniyani masalan proyekt menejeri bo'lish, mana shunaqa bir ofisga ishlash imkoniyati ko'proq bo'ladi. Unda karyerning rost yaxshiroq bo'ladi. Chunki universitetni bitirgan, oliy ma'lumotli, ko'proq narsani tushunadi deb olinadi. Ausbildung esa bu o'sha kasb o'rganish bo'lgani uchun o'zingni kasbingda, hunaringni ishlab qolasan, lekin Ausbildung bitirganlarning ham oyligi yomon bo'lmaydi. Albatta bu yo'nalishiga, kasbiga, qiladigan ishiga qarab. Xo'p, Ausbildung payti qancha pul ishlab topsa bo'ladi? Boya aytib o'tdim, oyiga 1000-1200 euro siz o'sha o'qish joyingiz, praktika qiladigan joyingiz sizga oylik qilib ajratib beradi. Bundan tashqari 2025-yildan boshlab adashmasam Ausbildungchilarga yana haftasiga yo 20 yo 24 soat ishlashga ham ruxsat berishdi. Oldin bu ruxsat adashmasam yo'q edi. Faqat 10 soat ishlashga ruxsat edi. Siz o'sha o'qish joyingizdan olgan puldan tashqari qo'shimcha yana ishlashingiz ham mumkin. Deylik, kechki payt, bironta pitseriya bilmadim, oddiyroq ishlarda yoki shanba, yakshanba kuni ham. U ishlar orqali ham yana qo'shimcha bir 800 euro, 1000 euro topsa bo'ladi. Lekin shu bilan birga sizni to'laydigan solig'ingiz ham oshadi. Chunki Germaniyada shunaqa, qancha siz ko'p pul topsangiz, siz soliqlaringiz ham oshishni boshlaydi. Bu narsani endi kelganingizdan keyin hisob-kitob qilib, o'zingiz ko'rishingiz ham mumkin. Deylik, o'sha 1000 euro, 1200 euro o'qish joyidan olib, yana 1000-1200 euro ishlab ham topsangiz, bir 400-500 eurosi yoki undan ham ko'proq nalogga ketib qolishi ham mumkin. Eng ideal oltin oraliq kombinatsiya bu o'sha Ausbildungni qilib, yana yonida mini job deydi, haftasiga 10 soat ishlash. Mana shu eng zo'r oltin oraliq bo'ladi. Endi albatta o'zbeklar, biz O'zbekistondan kelgandan keyin uyga pul jo'natishni o'ylaymiz. O'sha o'qishingizdan oladigan pul 1000-1200 euro. Ekonom qilib, joy-joyda akkuratni ishlatsangiz, o'zingizni yashashingizga yetadi. Meni job turib, keyin uyga ham 400-500 dollar jo'natsa bo'ladi. O'zi asosan o'qish payti kelganda uydagilarga katta-katta va'da berib kelish yoki o'zingiz xayolingizda borsam juda ham ko'p pul ishlayman degan xayol bilan kelish kerak emas-da. O'qish bilan shug'ullanish kerak. Ausbildung 3 yilda tugaydi. Endi talablar haqida gaplashsak, ya'ni Ausbildung, Germaniyada Ausbildung qilish uchun o'sha kasbni o'rganish uchun O'zbekistondan nimalar kerak bo'ladi sizga? Men nimaga bu narsani o'zi kelishning oson yo'llaridan biri dedim. Chunki masalan ishlashga kelish yoki universitetda o'qishga kelish, boshqa yo'llarga solishtirganda buni talablari kamroq. Masalan, universitetda o'qishingiz uchun maktab bitirgan odamga o'rtada abitur, foundation yoki O'zbekistonda 1 kurs, 2 kurs o'qigan universitet kerak, ishlash uchun вообще oliy ma'lumot diplom kerak bo'ladi. Ausbildungda bo'lsa, siz shunchaki maktabni bitirgan bo'lsangiz, attestatingiz bo'lsa, yoniga til kerak. Sohalarga qarab tilni darajasi har xil. Masalan, oddiy sohalar, mana qishloq xo'jaligida qilmoqchi bo'lsangiz, avtomexaniklik, bilmadim, yana haydovchilik, masalan, avtobus haydashga ham Ausbildung qilsa bo'ladi. Bunaqa sohalarga B1 ham yetishi mumkin. Lekin bir ma'lum bir sohalar bor, deylik, hamshiralik. To'g'ridan-to'g'ri nemislar, mijozlar, kasallar bilan ishlaydi. Tish doktori assistentlari juda ham mashhur bo'lgan sohalardan Germaniyada yoki mehmonxonalarda deylik, yaxshiroq til so'rashi mumkin. B2 hatto C1 ham so'raydi, chunki mijozlar bilan ishlaganingiz uchun tilni deydi, yaxshi bilishing kerak deydi. Ausbildungni o'zi ko'plab sohalarda qilsa bo'ladi. Shuning uchun endi Ausbildungga o'zingizga ma'lum bir yo'nalish topib olganingizdan keyin o'sha sohalarni o'rganasiz, sizdan qanaqa til darajasi talab qilinyapti va nemis tilini o'rganib, shu sohada o'sha til sertifikati yoki bilimlarni kuchaytirib, keyin internetdan vakansiyalar qidirib, topshirib kerakli hujjatlarni ularga suhbatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. O'sha paytda ham sizga nemis tili albatta kerak bo'ladi. Endi Ausbildungga qanday qilib joy topamiz? Ausbildung xuddi ishga o'xshab vakansiyalar e'lon qilinadi va ularga talablariga qarab turib hujjatlar topshirilib, ular bilan intervyudan, suhbatdan o'tib, joy topib, albatta shartnoma qilinib kelinadi. Internetda vakansiyalar ko'p. Men hozir video oxirida buni ko'rsataman. Asosiy kerak bo'ladigan talablar bu, albatta boya aytgandek, til, yoniga bitta tarjimai hol, rezyume qilasiz. Bu haqida ham alohida video qilaman, kommentariyada yozib qoldiringlar, video qiling deb. Hammasini tushuntiraman, Germaniyada rezyume qanaqa bo'lishi kerakligi. Maktab attestatingiz, agar kollejda o'qigan bo'lsangiz, uni ham qo'shish kerak. Universitetda o'qigan bo'lsangiz, u ham zo'r bo'ladi. Tarjima qilib hammasi yoniga qo'shish kerak, chunki bu baribir deylik siz oshpazlikka Ausbildung qilmoqsizda, lekin o'zingiz transport sohasida kollejda o'qigansiz. Baribir qo'shaverish kerak. Ha, bu deydi, hech bo'lmasa qo'shimcha mana yana qaydadir o'qigan ekan deydi. Universitet o'qigan bo'lsa yanada zo'r. Shularni qo'shasiz va ish beruvchiga jo'natasiz. Sayt orqali, tanish bilish orqali topsangiz u ham bo'laveradi. Har xil email orqali topasiz, hammasini jo'natasiz.
mana shu joyda mana qiyinchiliklarni ham aytib ketaman. Ya'ni bu Germaniyaga kelishni men oson yo'li dedim, lekin bu nisbatan boshqalarga nisbatan bu degani osongina siz qayerga birinchi marta shunday topshirsangiz darrov kelib oladi degani emas. Buni ham qiyinchiliklari bo'ladi. Chunki siz O'zbekistondan kelyapsiz. Ular tanimagan, bilmagan odamsiz. Teng bo'lib O'zbekiston degan davlatni ular umuman eshitmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'ylanishadi, darrov olmasligi mumkin. Shuning uchun ba'zi bir sohalarda bu qiyin bo'ladi, deylik ITda. Men o'zim Germaniyada yurib ITga qancha topshirib ko'rganman-da, orada o'qishda yurgan paytimda olishmaganda, yana meni ITda tajribam ham bo'lgan o'sha paytda. Endi O'zbekistondan turib, ozgina undan ham qiyinroq bo'lishi mumkin. Mana shu ITga o'xshagan sohalar, mana masalan tish doktori assistentlik, bilmadim, yana shunaqa nozikroq sohalar, ya'ni nemislarning o'zi ham qilishni yaxshi ko'radigan sohalarda qiyin bo'lishi mumkin. Lekin mana anaqa bir ba'zi bir sohalar bor, u yerda talab rostdan katta. Nemislarning o'zi ham u yerda o'smini qilish xohlamaydi. Masalan, deylik, avtobus haydovchilikka, avtomexaniklik, hamshiralik juda ham talabgir. Qishloq xo'jaligida вообще shu oyog'ida yurgan odam bo'lsa bo'ldi, olishadi topshirsangiz. Chunki kelasiz, dalada ishlaysiz, traktor haydaysiz, qishloq ishlari bilan band bo'lasiz, sigirchilik firmasi bo'lsa sigir sog'asiz. Uni nemislar qilgisi kelmaydi. Shuning uchun u yerlarda bo'lay osonroq. Ya'ni sohalar mana shunaqa bo'linadi. Uni yana o'zi internetdan topib o'rganishingiz kerak bo'ladi. Qaysi soha oson, qaysi soha qiyin. Xo'p, mana men o'ylaymanki, hozir Ausbildung haqida sizda umumiy tushuncha paydo qila oldim. Endi bu YouTube'dagi videoni ham cheksiz qilib bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha birdaniga detalli mayda-chuyda tushuntirmadimda, umumiy sizda tushuncha hosil qila oldim deb o'ylayman. Endi hozir kompyuterim ekraniga o'tamizda men sizga bir nechta vakansiyalarni razbor qilib ko'rsataman. Nimalar talab qilyapti, nima kerak, o'zbekchaga qanaqa tarjima qilib ko'rsa bo'ladi vakansiyani, shularni hozir ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, meni kompyuterning ekraniga ham o'tib oldik. Agar siz buni telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz, sal yozuvlar kichkina ko'rinishi mumkin, lekin kompyuter yoki televizorda ko'rsangiz, hamma narsa kattaroq va tushunarliroq bo'lishi mumkin. Xo'p, do'stlar, Ausbildung topish uchun internetda saytlar juda ham ko'p. Men bu saytlar ro'yxatini o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Pastda videoni pastda kanalning linki bo'ladi. Albatta o'tib u yoqdan boshqa saytlarni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Lekin biz bugun mana ausbildung.de degan saytdan qidiramiz. Bu Ausbildung, ya'ni o'sha kasbiy ta'lim qidirish uchun maxsus sayt. Saytga birinchi kirishinglar bilan mana ausbildung.de birinchi oynasi shunaqa ko'rinadi. Bu yoqda Beruf und Unternehmen mana. Bironta kasb yoki firmani yozsanglar bo'ladi. Mana bu yerda o'zingizlar xohlagan, masalan, shahar yoki bironta bilmadim, shahar yoki regionni yozib turib qidirsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, boshlaymiz. Men bu yerda allaqachon sizlarga tayyor 4 ta 5 ta pozitsiyalarni tanlab qo'yganman sizlarga tushuntirish uchun. Video shunda vaqtdan ekonom qilamiz, tezroq bo'ladi. Bu yerga esa xohlagan, masalan, ko'hinni bosib turib qidirasizlar, mana bunaqa oyna chiqadi mana. Bu hozir men bu yerga joyini bermaganingiz uchun butun Germaniya bo'yicha adashmasam chiqazib berish kerak. Bu yerda boshqacha filtrlar ham bor. Mana bu yerda Ausbildung, Duales Studiumlar, Weiterbildunglar, hamma narsa topsa bo'ladi saytdan. Bu yerda mana siz o'zingizni qanaqa abshulusingiz borligini kiritasiz. Kasb tanlashingiz mumkin. Mana 3D dizayner, har xil kasblar bor. Agar bu nemischaga tushunmasangiz, bilsanglar, mana brauzerda o'ng tarafida kirganinglardan keyin buni tarjima qilish mumkin. Menda hozir brauzerning o'zi ham nemischa. Mana shu yerda переводчик degan bo'limi turadi. Mana men bu yerdan andere Sprache auswählen, O'zbekistonni tanlasak, yo'q, chiqazib bermadi. Mana o'zbekishni tanlab tarjima qilishni bosamiz, mana o'zbek tiliga tarjima qilib beradi sizga. Bu narsani ham internetda o'zi qanaqa qilinishini yana bir bor ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana hammasi o'zbekcha, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Oshpazlikka ham shuncha e'lonlar bor. Mana masalan, Deichmann degan o'zi oyoq kiyim sotadigan kompaniya, lekin oshpazlikka Ausbildung taklif qilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, bizda birinchi vakansiya bu Kfz Mechatroniker, ya'ni mexaniklikka Ausbildung Ruhrbahn GmbH. Bu o'zi mana shu men yashaydigan Ruhr territoriyadagi katta kompaniya. U asosan avtobus, trolleybus, tramvaylar hamma narsaga javob beradi. Shu yerda mana siz avtomexanik bo'lib ishlashingiz mumkin. 3,5 yil davom etar ekan mana. Xatolarni topish, remont, buzilgan narsalarni tuzatish bilan shug'ullanasiz. Mana Mindestens deyapti, eng kamida 10-sinfgacha o'qilgan yaxshi bir maktabni bitirgan bo'lishing kerak. Bo'ldi, shuni yozib qo'ygan. Endi siz O'zbekistondan kelganingiz uchun albatta bu yerda til ham qo'shiladi va mana har yil mana birinchi yili oyiga 1293 euro, ikkinchi yili 1343 euro oyiga to'lar ekan, uchinchi yili bunaqa, oxirgi yarim yilda 1450. Endi 4-yilda yozib qo'yibdi, oxirgi yarim yilda deyarli 1,5 ming euro
har oyiga pul to'laymiz deb qo'yibdi. Mana bunisi mana hamshiralikka 1-mart bo'ladimi 3-oyda 27-yil 1-martdan boshlanar ekan bolnitsada. Bu 1 yil davom etar ekan o'zi ham. Unda qiziq. Mana shunaqa har kimning talabi mana har xil bo'ladi. Bu menimcha oldin biron bir shu yaqinroq hamshiralikka sohada ausbilding qilgan bo'lsang, yana bu yerda 1 yil qilib ishlab ketishing mumkin deyapti. O'sha 1 yil davomida 1400 dan ziyod 1400 yevrodan ziyod har oyiga pul beramiz deyapti va pastida mana kompaniyani manzillari, o'zini sayti, telefon nomer, shu telefon nomeriga telefon qilsangiz kim bilan gaplashishingizgacha mana ko'rsatib qo'ygan. Sven Mullen degan bilan bemalol telefon qilib men ausbilding qilmoqchiman shu yerda. Nima gap, nima so'z, hamma narsani gaplashsa bo'ladi. Mana yerda mana shartlari. Maktab bitirgan bo'lishing kerak deyapti. Eng kamida 17 yoshni to'ldirgan bo'lishing kerak deyapti. Javobgarlik bo'lishi kerak va deyapti nemis tilidan mana Ausreichende, ya'ni yetarlicha nemis tili bilimlaring bo'lishi kerak. Gaplasha olishing, yozishing, o'qiy olishing kerak deyapti. Keyingisi mana Beruf Kraftfahrer, ya'ni haydovchilikka. Mana katta mashinalar borki, mana bunaqa bir spes texnika deydi bizda, shularni haydash uchun ausbilding mana bu yerda ham yana shu manzillari, o'sha firmani qachon boshlanishi, mana 1-avgust 26-yildan boshlanar ekan. Shu yozilgan. Biz deyapti ausbildingchi tarbiyalash bo'yicha uzoq yillik tajribamiz bor deydi. Mana har xil ma'lumotlar yozilgan. Sen 10-sinfni hech bo'lmasa maktab bitirgan bo'lishing kerak, javobgarlik, jamoada ishlaydigan, shunaqa bo'lishing kerak va pravang bo'lishi kerak ekan bunga mana. Do'stona gaplashadigan, sen bir yaxshi inson bo'lishing kerak deb qo'yibdi, bo'ldi. Biz uchun endi O'zbekistondan keladiganlar albatta nemis tilini bilishing kerak. Bu yerda ham mana har yili oyiga qancha pul berilishi. Ya'ni bu yilga oshib boraveradi oyliklar. Ozgina oshadi, endi oshadi-da. Keyingisi mana bo'yoqchilik, Maler und Lackierer deydi. Ya'ni bo'yash, bu qurilishga malyarchik. Malyarchiklikka ausbilding. Bu yerda ham yozib qo'yibdi, 1-avgustdan boshlanadi. Mana yerda qisqacha ma'lumotlar, yana talablari, buni ham tarjima qilib mana 10-sinf bitirgan bo'lsang maktab bo'ldi deyapti. Keyin agar texnik qiziqishing, mana handverklik degani o'sha shu qo'l bilan ishlarga tajribang bo'lsa yanada yaxshi deyapti. Jamoa bilan ishlash, javobgarlik, dangaza bo'lmaslik, boshqa balobatlar deyapti. Bu yerda ham mana 30 kun otpuska beramiz deyapti. Ya'ni ham pul to'laydi, o'sha paytda dam olishga ketsang ham bo'ladi. 13-oyligi bor ekan buni, ya'ni 12 oydan tashqari 13-oyligi ham olsang bo'ladi bu yerda deyapti. Olsang bo'ladi emas, beramiz biz deyapti, ya'ni. Mana shunaqa mana talablari, imkoniyatlarini yozib qo'yishadi har bitta vakansiyada. Mana bu yerda mana oshpazlikka mana Trimet alyuminium, ya'ni alyumin bilan shug'ullanadigan kompaniyada oshpazlikka ausbilding bor. Qaranglar, zo'r. 13-oylik beramiz deydi. Yiliga 700 euro otpuskanga alohida pul beriladi oyligingdan tashqari deyapti va Zukunftsbetragi nima ekan endi bu? Kelajak uchun pul bo'ladi-da. 250 euro yana qo'shimcha pul fitnessga, e-learning o'rganishga, ya'ni planshetlar, boshqa narsalar beriladi. Yana eventlar, har qo'shimcha imkoniyatlar bor deyapti. Sen talablar mana tayyorlashga va ovqat tayyorlash, umuman ovqatga qiziqish, do'stona munosabat, ishdan bahra olish va kommunikatsiya, ya'ni yaxshi kommunikatsiya qilishing kerak deyapti. Bo'ldi va kelib qilsang bo'ladi deydi. Buni ham mana har yilgi oyliklari. Bemalol men shunga topshirib, bu yerda saytda alohida topshirish uchun ham hali video qilaman, yozib qoldirsanglar, buni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, vakansiyalar qisqa mana shuni o'zida ham anchagina cho'zildi mana video. Mana do'stlar, vakansiyalarni ham ko'rib chiqdik. Afsuski video juda ham cho'zilib ketmasligi uchun men ko'proq vakansiya ko'rsatmadim. 2-3 tasini tanlab faqat shularni ko'rsata oldim. Agar sizlar ko'proq qaysidir alohida sohalarga videolar xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men deylik shu ausbilding joylarini razbori uchun alohida video qilaman. O'zi umuman nima sizlarni qiziqtirsa, video tomida nima tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, chunki men ham sizlarga o'xshab oddiy insonman, xato qilgan bo'lishim mumkin yoki yaxshi tushuntiryapman deb o'ylab yaxshi tushuntirmagan bo'lishim mumkin. Savollarni bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Yoki savollarni o'qib katta video qilaman, yoki shorts video qilaman, yoki Instagramga reels qilib joylayman. Bemalol savollarga javob olishingiz mumkin. Eng asosiysi o'rganinglar, foydalaninglar.